Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Oldinda sizlarni zo'r videolar kutmoqda. Bugun sizlar bilan judayam mazali, og'izda erib ketadigan bananchik shirinligini tayyorlaymiz. Juda ham ko'pchilikning sevimli shirinligi desam yanglishmayman. Bizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni hammasini video tagida to'liq yozib qoldiraman. Kerakli mahsulotlarimizni tayyorlab olamiz. Tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Unimizni elakdan o'tkazib olamiz. 500 gram un kerak bo'ladi bizga. Unni ozgina qismini olib qo'yamiz. Oxirida xamirimizga ishlov berish uchun kerak bo'ladi. 10 gram razihritel qo'shib, un bilan aralashtirib olamiz va xona haroratida yumshab turgan 250 gram sariyog' bilan unni urvoq qilib olamiz. Sariyog' o'rnida albatta margarin ishlatishingiz mumkin, xohishingizga qarab. Urvoq qilib oldik. Endi tuxum sarig'i va 150 gram qaymoq qo'shamiz. Qaymoq o'rnida smetanadan ham foydalanishingiz mumkin. Men 4 ta tuxum sarig'i ishlatdim. Siz 2 ta tuxumni sarig'iga ham xamir qorishingiz mumkin. 2 ta tuxumni yoki 3 ta tuxumni sarig'idan tuxum qorsangiz, o'shani tuxumni oqini biza qilasiz va u biza ortib qolmaydi, bemalol yetadi. Endi olib qo'yilgan ozgina unimizni qo'shib, xamirimizga ishlov beramiz. Xamirimiz juda ham yumshoqqina bo'ladi. Demak, mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Juda ham yumshoqqina xamir bo'ladi. Xamirimizni selofan paketga solib, muzlatgichga 20-30 daqiqaga olib qo'yamiz. Yaxshilab tinib turadi. 20-30 daqiqadan keyin xamirimizni olib, zuvalalarga bo'lib olamiz. Har bir zuvala 35 gramdan bo'ladi. Shunda bananchikimiz hammasi bir xil shaklda, bir xil kattalikda chiqadi. Iloji bo'lsa hamma zuvalalarni tarozida o'lchab, bir xil grammlarda qilib olsak, shunda bir xil ko'rinishda chiqadi. Zuvalalarimizni oldin kesib olamiz, so'ngra grammlarini to'g'irlab shakl berib chiqamiz va yana biroz tindirishga olib qo'yamiz. Telegram kanalimizga ham ulanib oling. Telegram kanalimiz linki video tagida yozib qoldirilgan. Telegram kanalimizda YouTube'da yo'q retseptlarimizni topishingiz mumkin. Bundan tashqari Telegramda pullik onlayn kurslarimiz mavjud. Uydan chiqmagan holda onlayn tarzda pazandalik sirlarini to'liq ravishda o'rganishingiz mumkin. Muzdekkina turgan tuxum oqiga 1 chimdim limon kislotasi yoki 1 chimdim tuz solib, biroz mikserlab olamiz va tuxum oqi yengilgina ko'pirishni boshlagach, shakarimizni 200 gram shakarimizni oz-ozdan solib ko'pirtirishda davom etamiz. 3 dona tuxum oqidan biza qilsangiz bemalol yetadi bu bananchiklarga. Shakarni oz-ozdan solib, yaxshilab mikserlashda davom etamiz. Bizayimiz idishdan oqmaydigan holatga kelgunicha mikserlab olamiz. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Mana idishdan umuman oqib ketish kerak emas. Endi bezeni konditor qopchasiga solib olamiz.
Xamirlarimiz tinib turibdi va un sepib, xamirimizni bitta-bittadan yoyib olamiz. Listga pergament qog'oz solib, oldindan tayyorlab qo'yamiz. Xamirimiz judayam yumshoqqina va judayam mayin, bemalol osongina yoyiladi. Demak, xamirimizni avval shaklida yoyib olganimizdan keyin o'rtasiga bezedan chiqarib olamiz. Bezeni judayam ko'p chiqarish shart emas, chunki pishish jarayonida bezelar ko'tariladi va xamirimiz yorilib ketishi mumkin. Va xamirni ham judayam yupqa yoymadim, chunki pishish jarayonida xamir yorilishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun o'rta qalinlikda xamirni yoyib, o'rtasiga bezedan chiqarib, maydalangan yong'oq sepamiz va sekingina to'kib olamiz, uchlarini yopishtirib va biroz qayirib banan shaklini beramiz. Listga pergament qog'oz ustiga bananlarni terib turamiz. Duxovkamizni esa 180-190 darajada qizdirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu shirinlik judayam ko'pchilikning sevimli shirinligi desam yanglishmayman. Judayam mazali va issiq kunlarda ham tez aynib qolmaydigan, qotib qolmaydigan shirinlik bo'ladi. Keyingi bananlarimizni ham xuddi shunday qilib ketma-ketlik bilan to'kib olamiz. Agar siz hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Videomizga esa like bosish yodingizdan chiqmasin. Izohlarda ham fikrlaringizni kutamiz. Sizlarga qanday videolar qiziq, qanday retseptlar kerak, izohlarda yozib qoldirsangiz, inshaalloh sizlarga kerakli bo'lgan videolarni tayyorlashga harakat qilaman. Va qizdirilgan duxovkada 180-190 gradusda 25 daqiqa davomida ustlari biroz qizargunicha pishirib olamiz. Mana pechenyelarimiz pishib chiqdi. Aytganimdek, bezesini ko'p solmasak, xamirini juda ham yupqa qilmasak, xamirimiz yorilmaydi. Endi pechenyelarimizni sovutib, keyin ustiga varyoniy sgushonka surib olamiz va maydalangan yong'oq sepamiz. Judayam mazali bo'lgan bananchi pechenyemiz tayyor bo'ldi. Albatta shu retsept orqali tayyorlab ko'ring. Videomiz sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Telegram kanalimizga ham ulanish yodingizdan chiqmasin. Telegram kanalimiz linki video tagida yozib qoldirilgan. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur. Sizlarga cheksiz hurmat bilan Mahfuzaxon Rahimova.